Xo'p, qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Mana yangi qo'shilganlar uchun aytib beraman sizlarga. Bir qator bu hozir biza bolamizani idealniy 3D, 4D qilib ko'rish srogi. Eng yaxshi srok bu 26 haftadan 30 haftagacha bo'ladi. Bilasizlar, bolani yotishiga bog'liq, suv miqdoriga bog'liq bo'ladi. Hozir bu bizani to'xtab turgan joyimiz 3D deyiladi. Endi 4D degani mana bu bolajonimizni harakatdagi holati ko'riladi. Ya'ni bola mana lablarini qimillatyapti, harakat qilyapti. Ko'rdinglarmi? Bu holati 4D deyiladi bolajonimizni. Bolamiz yaxshi ekan, oyisi mana idealniy srokda murojaat qilib kelganlar 27 hafta 4 kunlikda. Agar aytib o'tganimdek bola suvi yaxshi bo'lsa, bola chiroyli yotsa, mana shunaqa bolajonlaring chiroyli ko'rinadi.